Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qisqa bir shaxsiy identifikatsiya raqamingizni aniqlash bo'yicha yo'riqnoma ko'rsatib beramiz. MyGov.uz ilovasi orqali tezkor o'tib olamiz. Shundan so'ng xizmatlar kesimida bu yerda bizga ma'lumotnomalar yo'nalishiga o'tish kerak bo'ladi va bu yerda identifikatsiya raqami degan xizmatni topib olishimiz kerak. Shu yerda ekan. Identifikatsiya raqami. Demak, xizmat bepul, avtomatik tarzda amalga oshiriladi va biror bir hujjat talab qilinmaydi. Shundan so'ng xizmatdan foydalanish qildik. Va bu yerga ma'lumotlarimiz umumiy aks ettirdi. Yuklab olish orqali biz o'zimizni jismoniy shaxsga nisbatan shaxsiy identifikatsiya raqamimizni aniqlashimiz imkoniyati bo'ladi. Yuklab olish qilamiz. Demak, bizga quyidagicha oyna ochildi. Dastlabki ma'lumotlarimiz aks etgan va bu yerda alohida pastki qismida oynada jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami demak, ko'rib turganingizdek ko'rinib turibdi. Juda bir pasportdan aniqlay olmasangiz, demak, mana shu xizmat orqali shaxsiy identifikatsiya raqamingizni aniqlash imkoni bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling, ulashing va albatta video yo'riqnomamiz keyingilarini kuzatib boring. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.